Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz o'quvchilar, inshaalloh bugundan arab tilida o'qishni o'rganamiz. Xo'p, kitobimiz juda sodda, oson. Inshaalloh har kuni bittadan harf o'rganib boramiz. Xudo xohlasa bir oy mobaynida arab tilida o'qishni o'rganamiz inshaalloh. Xo'p, kitobimizning birinchi sahifasida arab tili haqida ma'lumot berilgan. Pastroqda arab alifbosi haqida ma'lumot berilgan. Ya'ni arab alifbosida jami 28 ta harf bor. Ulardan 4 ko'rinishli va 2 ko'rinishlilari bor. Darslarimiz mobaynida inshaalloh bularni o'rganib boramiz inshaalloh. Xo'p, arab tilidagi birinchi harfimiz alif harfi. Arab alifbosidagi birinchi harf bu. Bu harfni yozuvdagi vazifasi uning oldidagi, ustidagi yoki ostidagi belgi va harakatlarga bog'liq bo'ladi. Ya'ni harakatlarni ham hozir o'rganamiz inshaalloh. Xo'p, mana alif harfimiz. Ya'ni alif harfimizda o'zining mustaqil tovushi yo'q. Xo'p, qanaqa o'qiymiz? A deb o'qiymizmi? Yo'q. Uni harakatlariga qarab talaffuzi shakllanadi. Mana birinchi harfimiz mana tepasida tayoqcha bo'lsa a qilib o'qiymiz. Agar pastda bo'ladigan bo'lsa shu tayoqcha i o'qiladi. Tepadagi bu harakatimiz bo'lsa u qilib o'qishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, o'zini belgilar anaqa nomlari bor bu harakatlarda. Xo'p, a bo'lsa fatha, i bo'lsa kasra, u bo'lsa domma deyiladi. Xo'p, keyingi harakatimiz tanvin. Tanvin arab tilida shu sukunli nundan iborat bo'lgan belgi. Bu faqat so'zning oxirida bo'ladi. Ya'ni so'zda o'rtasida yoki so'zda boshida kelishi mumkin emas bu. O'qilishi qanaqa bo'ladi? Xuddi shunga nun qo'shib o'qishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni tepadagisi an, pastdagisi in, bu shakldagisi un qilib o'qiymiz inshaalloh. Xo'p, darsimiz shu bilan kifoyalanadi. Inshaalloh kanalga obuna bo'ling. Xudo xohlasa bir oy mobaynida arab tilida o'qishni o'rganamiz. Tayyib, ma'as salama.